Italiyada yashayotganimizga ham 1 yil bo'ldi. Bir pasda o'tdi, ishonasizmi? Angliyadan 2 chamadon bilan Toshkentga kelganmiz. Toshkentdan 2 chamadon bilan Italiyaga keldik. Bu yerdan 2 chamadon bilan ketamiz bir kun. Mening bor-u yo'q narsam mana shu 2 chamadon. Shunaqa ko'ch-ko'chalarda yashab tushunib yetyapmanki, na uyga, na hashamatli nimagadir bog'langanman. Taqdir qayerga otsa rahmat deb boshqatdan hayot qurib yashab ketaveраman. Aytganimdek 1 yil bir pasda o'tdi. Bilaman, bir umr ham bir pasda o'tadi. Ko'nglimizdan boshqa boyligimiz, sog'ligimizdan boshqa aziz narsamiz yo'q. Yorim aytadiki, men ishona olmayman 30 ga kirayotganingizga. Siz meni tasavvurimda hali ham 18 yoshsiz deydi. O'zimning tasavvurimda ham shunaqaman, lekin hayot tasavvurlarimizni hisobga olmaydi-da. Atrofimni yaxshilashga harakat qilganim bilan taqdir atrofimni o'zgartirib turadi. Shunga fokus qilganim faqat yuragim, ichki dunyoyim. Shuni yaxshilab borishim kerak. Hashamatsiz, bezaklarsiz hayotim menga yoqadi. Eng muhimi xotirjamman. O'zim uchun har kuni nimalardir o'qiyman, harakatdaman. Visoladan boshqa hech kimga tegishli bo'lmagan kichkinagina hayotcham bor. Endi siz menga ayting, hozirgi hayotingizdan butunlay boshqacha bo'lgan dunyoga faqat 2 chamadongina narsangizni olib chiqib keta olgan bo'larmidingiz? Javoblaringiz menga qiziq. Izohlarda yozib qoldiring. Hammasini o'qiyman.